Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Obod turg'iz bor? Ya bildagi girish ushlab qoldimi? Yo'q, men kelayotganini eshitib yuragim tovonimga tushib qoldi. Men choy damlay. Nima desa aytgandek bo'lmasa nasib buziladi. Uyga ammam keldi, endi peshochganim seziladi. Opa, yaxshi keldingizmi? Dadangiz ammangizdan muncha qo'rqadi? Qo'rqmaydi, hurmat qiladi. Chunki dadam bunday paytda ammam ko'tarib katta qilganda, qarab tur hozir bitmaydigan ishlar hal bo'lib ketadi. Ammajonim, ammama, sizda katinamda sukiladi. Nima gap, jiyanjonim? Mana ayam xotinimni 6 oydan beri uyga jo'natmayapti. Kelinlar 1 yilda bir uyga bor ekan-da. Ha, kelin poshsha, qaydan chiqqan zakon bu? Hop. Ketavering kelin. Yurakni endi joyiga soldim, yana tovonimga tushib qoldi. Voy, ammajonim muncha yaxshisiz, yuragimda naqshsiz. Voy. Nima meni jimpircham kiyib oldingiz kelin? Ha, necha kun bo'ldi bu jimpir sizniki bo'lib qolganiga. Meni qizlik payti kiygan jimpirim-ku. Voy, men ham shuni aytayotgandim-da, kiymang. Bu opamniki-ku, oyoq kiyimlaringizni tozalab qo'ydim. Yaxshi, mantini boshlang. Ha, bo'ladi. Voy, har gapirganda qaynam tirilib kelganday bo'lyapti-ey. Ammajonim mehribonim jaltiraydi ko'zi, kelinlarni qaltiratadi, g'irt enasini o'zi. Kelin, ha deb ukamga sakravermang. Siz ermas, ukam sizga er bo'ladi. Voy, o'lay, qaynapam telefon qilyapti. Qara, 3 gacha sayman, ammam yo'q qolar. 1 2 3. Xo'p bo'ladi. Yo'q qoldi. Qayerga ketdilar? Nima bo'ldi? Nima bo'ladi? Ammamda ham qaynopasi ketdi. Voy baraka topsin opam, yuragim og'riyapti deganimga turshak tashab ketibdi. Umrlari uzoq bo'lsin. Belim og'riyapti desam, dumba tashab ketibdilar. Ammajonim, ammama, Mehridaryo farishtam, boshingiz bo'lsin omon. Ammani yomon deydiganlarni 100% o'zi yomon. Ammajonim, ammajon, kelsangiz kelari hammajon. Qo'liqmayjinglar. Tarozda bir chilab chetga qo'yirsan, qolganini keyin jiysiz. Nima deyapsiz, dada? Biz ham eshitdik. Ya, hech narsa deganim yo'q, qizim. Mana ukang kamroq tarozga oqshomlar siyib chiqasan deyapman. Kimi? Ana 4 ta qizdan keyin o'g'il ko'rgan Obidboy siz bo'lasizmi? Ha, nima gap? Men ham 4 ta qizim bor edi. Shu eski burugingizdan bittagina berasman deb keluvdim. Ha, buruglarda hammasi arendaga chiqib ketgan. Hazillashdi. Arim-ku, meni burugimni kiysangiz o'g'ilmas, uzog'i gribga orttirishingiz mumkin. Xudodan so'rang. Mana shu 500 dollardan olib qo'ying aka. Mana 2 martagina kiyganman, chesta qilib aka. Rahmat akajon. Dada, bu prosta rimku. Lo'qmang. Ha, endi nima deysan, odamlar sodda-da bolam. Mana 100 dollar senda oling. Ukajon, o'g'ling tug'ilgan kuniga veliga olib keldim. Men yaponskiy termiz olib keldim. Aha, biza o'g'limizdan oldin 4 ta qizimiz ham bor edi. Bular tug'ilgan kuniga bitib, shumshayib keladilaringizga. Ya, Shoh Sulton bolam muzdek suv ichmang, tavangiz o'rib qoladi. Nima bolam endi? Ya, Shoh Sulton avur ko'tarma bolam, bu kichkina o'q qoladi. Dada, bitta sizda o'g'il bor ekanda. Buncha o'g'lingizdan voyalishsiz. Voy, asl qizlarim, aslida bundan ko'ra sizlar 11 oy ko'proq yaxshi ko'raman. Endi prosta 4 ta qizni chiqarishni o'zi bo'laman. Erta sal kattarsa yarim rasxotni bo'yniga elaveraman-da. Sen nima qilyapsiz? Ku nafasim qaytib ketdi. Yo, o'zingizdan sizmidingiz? Men Shoh Sultonda ko'ti ochilib qoptimi deb o'ylabman.